Assalomu alaykum. Sevimli obyektda liftga Hikvision terminalini o'rnatdik. Bu terminalga o'zimizda korxonamizda yig'ilgan kontroller orqali o'zidagi dastur bilan bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shu narsani yasab berdik. Har bitta etajga, har bir etajdagi xonadonlarga alohida karta berib, ularni alohida boshqarsa bo'ladi programma orqali. Masalan, kartani tergizmasangiz etajlar ishlamaydi. Karta tergizgandan keyin ikkinchi etajga ruxsat berildi. Masalan, bu kartamizda 3-etajga biriktirilgan. Masalan, tabloda mana etajda bosganingizda bemalol 3-etajga chiqsa bo'ladi. 3-etaj. Xo'p. Yana bitta kartamizga masalan 4-etaj, boshqa past podval etajlarni ham biriktirdik. Masalan, bu etajni mana ko'rsanglar bo'ladi. 4-etaj, 3-etaj, podval 1, 2, 3 podvallarga biriktirildi. Masalan, bu karta tergizgandan keyin 5 soniya beriladi. 5 soniyada etajni tanlasa bo'ladi. Xo'p, masalan, bizda bu programmamizda, dasturimizda kartani alohida boshqarsa bo'ladi. Kartada masalan, tez 3-kartamizni olsak, bu etajlarni olib tashlasak bo'ladi. Xo'p, etajlarni qo'shsak bo'ladi. Masalan, faqat 4-etajni qoldirsak bo'ladi. Xo'p, shunda bizda faqat 4-etaj qo'shildi. Xo'p, endi xohlasak bu etajni blokirovka holatda tushirsak bo'ladi. Bu kartani masalan blokirovka qilganda hozir test uchimizni topamiz. Test uch masalan buni blokirovka holatga tushirdik. Bo'ldi. Eng tepasida bo'ladi. 3-kartamiz mana o'zi qabul qilmaydi, etajga ko'tarilmaydi. Knopkalar ishlamaydi. Masalan, buni blokirovkadan chiqarsak bo'ladi. Bemalol chiqarganimizdan keyin bu bemalol o'sha vazifasini bajaradi. Masalan, 4-etajga ko'tariladi liftimizda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa ish ko'rasizlar. Har bir klientimizga alohida yondashib, o'rganib chiqib, ularga to'g'ri keladigan dasturlar, platalar yig'ib berish imkoniyati bor. Sog' bo'lasizlar.